Assalomu alaykum. Kichikroq hovli qidirayotganlar uchun 2 sotikli hovlimiz bugun sotuvda. Adresimiz Motrit, Mosni pasti. Bu yoq tomon ko'chamiz. Keng ko'cha. Hovlini siyasi qilingan. 100 metr yurganda chap tomonda mos yo'lga chiqiladi. Hovlimizning o'lchami 20 metrga, bundaligi 10 metr. Bu yoq tomon hovlimizning ichkari qismi. Kompaktli 2 sotkali hovli. Bu yerga pishiq ishdan terilgan bitta katta xonasi bor. Kimga ma'qul bo'lsa, remont qilib ham ishlatsa bo'ladi. Lekin eskirgan hovli. Mana ichkari qismimiz. Oldin sex qilib ishlatilgan. Joyimizda gaz, svet, suv hujjatlari hammasi joyda. Bu joyimiz Motrit mostdan keyin 100 metr ichkariga kirgandan keyin o'ng qo'lga 100 metr yana kiriladi, oxirgi tupik ko'cha. Joyni ko'rdingiz, 2 sotiq joy uchun 30 ming so'rashyapti. Yana kim reallik klient bo'lsa, yana ozroq o'tib berishadi. Telefon qilinglar.